Привет, men qadrli lyubimchiklarim. Men uydagilarim sog'inganligim uchun vodiyga yo'l olishga qaror qildim va men Suhrob aka, Shohruh hammamiz birgalikda Qahramon Namozovda qora Gentrasda katta bolalar mashinasida Farg'onaga qarab yo'l oldik. Yo'lda o'zim komandam bo'lganligi sababli, hammasi tanish odamlar bo'lganligi sababli mazza qilib qanaqa yetib kelganimni bilmay qoldim. Muzikani qo'ydik, baqirib ashulalar aytdik, o'ngga tushdik. Hammamiz mazza qildik. To'g'ri, 3 ta bolani ichida o'zingiz tutolmaysiz deb negativ yozasizlar, buni oldindan bilaman, lekin bular hammasi yaxshi insonlar bo'lgani uchun, men noto'g'ri tushunmaganligi uchun, menga noto'g'ri ko'zlar bilan qaramaganligi uchun biz hammamiz mazza qilib bir-birimizni tushungan holda yaxshi kayfiyatda, eson-omonchilikda Farg'ona tomonga yo'l oldik. Yo'l yursak ham mo'l yurib, sog'inch bilan Farg'ona tomonga ketardik. Shunaqa uydagilarimni sog'indim, yig'lagilarim kelib, o'sha videolar olgim kelmay qoldi-da, uydagilarim sog'inganligim uchun mazza qilib, baqir-chaqir qilib, o'ynab kulib, patirga ham yetib kelib qo'yganimizni bilmay ham qoldik. Patirlarni oldik-da, yana Farg'onam qaydasan deb Farg'ona tomonga yo'l olib, eson-omon yetib kelib oldim. Yo'lda meni dadam bilan ayam mashinada kutib turishdi va nihoyat dadam bilan ko'rishdim. Dadam bechora uyqusirab kutib turgan ekan, meni sog'inib ketishibdi. Ayam mazza qilib quchoqlab, o'pib, yalab yulqab hidlariga to'yib oldim va yana yarim soat yo'l yurib uyga ham yetib keldik va darvozalarni ochdim, mashinani olib kirdik va men to'g'ri uxlagan yotdim, chunki yo'lda juda ham charchab ketgandim. Ham kech kelgandik. Sizlar yaxshi ko'raman. Bay bay. Bugun ertalabda turdik, dadajonim mashinasiga ayajonim bilan birgalikda o'tirib salonga yo'l oldik. Chunki bilasizlar, ayam qoshini chizdirib qo'yishim kerak edi. Ayam qoshini anchadan beri o'stiryapti. Shuning uchun Farg'onaga ham yetib kelib, Anora Wedding tomon yo'l oldik. Salonga kirgandan keyin ayamni qosh uchun, o'zim bo'lsa kiprik uchun ravona qildim. Opam shunaqa zo'r ekadi kiprikda boru, shunaqa mazza qilib yotaman. Kechqurun uxlamagan uchun, yo'ldaligim uchun mazza qilib uxladim. 2 soat ichida opam chotki qilib kiprigimni ekib qo'ydi. To kiprigimni ekib bo'lgungacha ayajonim ham qoshlarini shundan chiroyli qilib opam chizib qo'yibdi. Shunaqa yoqdi ayami qoshi. Keyin men ham kiprigim bo'ldi, qaranglar. O'zi chiroyli chiqdi. Bu safar mokre effekt qilib ekdik. U yoqdan chiqqanimizdan keyin Suhrob akam ayalari, singlilari, men, ayam, singlim hammamiz birgalikda Belissimoga kirib, mazza qilib obed qilib, qorinni to'qladik va ayam, xolam, singlim, men hammamiz bozor kezdik. Shunaqa Farg'ona issiq boru, quyosh urib boryapti-ku. Bozorga nimaga kirdik? Aytaymi, singlim jismoniy tarbiya kiyimi qolmagan ekan, shuning uchun shu kiyimchalarni olib berib ketib bir yo'ladida bozorga kirib, u yoqdan chiqqandan keyin dadam shunaqa so'lim joyda kutib o'tirdik salqinda. Bu yoqda bo'lsa ayam, men, singlim uchalamiz rosa laqilladik. Ungacha dadam ham kelib qopti. Dadajonim mashinasiga o'tirdik-da, "Qo'soyim qaydasan?" deb shaxsiy o'zimizni uyimiz tomon kelib, mahallalarimdan kirib borib, to'g'ri salqin uyga o'tirdim-da, sirraz uxlab oldim.